Ama Rossiyada tuppa-tuz ishlab yurgan paytimda, ishim bor paytda o'zing emasmi? Telefon qilib bolalaringizga ota mehri kerak, sizni sog'inishyapti deb chaqirib olganing. Chaqirgan bo'lsam tuzukroq pul bilan kelasiz deb o'ylagandim. Bunda odamlarni eriga o'xshab restoranlarga taklif qilishni ham bilmaysiz. Ozgina sabr qilib tur, bo'ladi hammasi. Biz qachongacha shunaqa yuramiz? Qachongacha? Jonimga tegdi-yu hammasi. Qo'sha-qo'sha tillalar, qo'sha-qo'sha mashinalar bor dugonalarimda. Bo'ldi qil. Mana asabim buzildi. Hozir janjal bo'lib ketadi. Aylanib keling. Doim shunaqa. Bo'yda men gapirsam odamlar qochadi. Afzal aka. Assalomu alaykum. Murodjon, yaxshimisiz? Zo'rsiz. Sonlaringiz yaxshimi? Yaxshi kelibsiz. Rahmat. Yaxshi bo'lib kelgansiz. Qani yuring. Rossiyadan kelganingizni eshituvdim. Yuring. Yaxshi kelibsiz-da, aka. O'rtoq, qayerdan ham chaqirinma. Tuzukroq pul bilan ketadilar deb o'yladim. Arzimdan choy-chaqa bilan ketdilar-yu. Nilufar,